Bugungi vazifamiz холодильникka tozalash, порядка qilish, oshxonasini olib tashlaymiz. Hamma joyini tozalab, blokka qo'yamiz. Morozelkam unaqa yomon emas ahvoli. Samanaba joylarni artib olsam bo'ldi. Так, pastida mana порядка qilib olishim kerak. Hamma narsa aralashyapti paketlarda. Hammasini joy-joyiga qo'yib, dorilarni ham bir sidrab ko'rib, порядка qilib olamiz. Va ertangi bozorlikka spiska yozamiz shunga qarab. Oshxonani порядка qilib oldim. Bu yerda mol go'shti kotlet, mol go'shtini o'zi, tovuq go'shti, bu yerda tovuqli kotlet, o'zim tayyorlaganman hammasini. Bu yerda mol go'shti suyaklari, bu yerda sho'rvali qilib qo'yganman. Bu yerda hammasi malina, qora idishdagilar. Bu yerda zagotovkalari. No'xat o'tib, mana shu vakuumga joylab qo'yaman, har doim shunda turadi. Tagidagi karom, lag'monni choqib qo'yganman, pekin karomi. Vakuumning apparati olganman, o'sha bilan vakuum qilib qo'yaman. Tak, bunisi smorодина, bu ham smorодина, orqada qulupnay bor, bular ham malina. Bu idishda asosan qo'y go'shti, dumba solib hammasini bitta qilib bo'lib ovqatga moslab ishlab qo'yganman. Vakuumda qilingan bir karam bor edi, adashmasam. Morozelkam порядка bo'ldi, ko'nglimdagidek порядка qilib oldim. Endi ozgina oladigan narsalarim bor, muzlatib qo'yishim kerak yana. Zagotovka qilib qo'yishim kerak. Frikodelka, teftel, shunaqalarni. Mana холодильникimni ham tozalab oldim. Morozelkam ko'nglimdagidek bo'ldi. Boya ko'rsatdim hamma narsani. Pastlari ham akkuratniy, top-toza bo'ldi. Endi ertaga xudo xolasa bozorlik uchun ro'yxat yozib qo'ydim. Kam ko'zlarimizni olib kelib, yana to'ldirib qo'yamiz холодильникimizni.